Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda Excel'da ishlash bo'yicha boshlang'ich tushunchalar berib ketamiz. Excel o'zi nima uchun kerak, nima maqsadda ishlatamiz? O'rganayotganda bizga nima uchun kerak deb savol beradigan bo'lsak, bizga qulaylik, ya'ni qandaydir plyus, qandaydir o'sha qulay imkoniyat tarafi borligi yoki yo'qligini o'sha savolimizga javob olamiz. Endi o'shani Excel bo'yicha javob oladigan bo'lsak, Excel'da bizga qanday qulaylik tarafi bor? Bizga qanday imkoniyatlar beradi? Masalan, biror bir sonni hisoblamoqchimiz. Kattaroq son hisoblamoqchimiz. Masalan, buni Excel'da hisoblaymiz, buni qo'lda hisoblaymiz. Buni qo'lda hisoblaydigan bo'lsak, mana 163 chiqdi. Buni Excel'da hisoblaydigan bo'lsak, bu ham 163 chiqdi. Lekin Excel'ni ishlatishdan maqsad nima? Excel'ni ishlatishdan maqsad, masalan, biror bir sonni o'zgartiradigan bo'lsam, enter bosdim, o'zgardi. Buni ham enter bosdim, o'zgardi. Bunda avtomatik tarzda o'zi 181 ga o'zgardi. Endi qo'lda hisoblaganimizni o'zgartirib ko'raman. Bunda o'zgarmadi. Ya'ni nima? Bizga qulaylik tarafi kelib chiqadi. Excel'da har bir kiritilgan qiymat, ma'lumot indeks holatda saqlanadi va biz hisoblayotganda faqat o'sha indeksda turgan qiymat, ya'ni o'sha indeks saqlanadi. Excel'da indeks saqlangani uchun bu yerga nima kiritilsa, o'sha indeks saqlangani uchun o'sha indeksdagi hamma ma'lumot o'zgargan taqdirda ham o'zgargan holatda boradi. Lekin agar biz qo'lda kiritadigan bo'lsak, bunda indeks emas, faqat biz kiritgan qiymatgina saqlanadi. Shuning uchun o'zgarmaydi. Excel'ning qulaylik tarafi o'shaning uchun, u indeks bo'yicha saqlangani uchun ma'lumotlar o'zi avtomatik tarzda hisoblanadi. Endi Excel'da shunday ma'lumotlar kiritilgan bo'lsa, uni qanday hisoblaymiz endi? Excel'da bitta nima bor? Mana shunaqa holatda ko'rinib qoldi deydigan bo'lsak, buni hozir biz indeks bo'yicha saqlayapmiz. A2dagi indeksdagi qiymat, ya'ni ma'lumot B2 ga o'tgandek ko'rinyapti. Lekin biz B2 ga 24 kiritganimizni ko'rsatyapti. Ya'ni bu A2 ga saqlangan, mana A2 indeksda mana shu ma'lumot saqlangan. Lekin bizga to'liq ko'rmayapti. Buni qanday to'g'rilaymiz? Buni ikkita usul bilan to'g'rilaymiz. Qanday? Birinchisi, o'zimiz qo'l bilan to'g'rilaymiz. Bunda holatda mana to'liq ko'rmadi, yana to'g'rilashimiz kerak. To'g'rilab ko'rib, yana to'g'rilashimiz, vaziyatga qarab to'g'rilashimiz kerak. Ikkinchi holat qanday? Ikkinchi holati, mana shu A satr ustuniga keladigan bo'lsak, mana strelka chiqadi. O'shani bosadigan bo'lsak va A bilan B satr ustiga kelib o'rtasiga turadigan bo'lsak, ikkita tarafga qaragan strelka chiqdi. O'shani sichqonchaning chap tarafini 2 marta bossak, mana o'zi avtomatik tarzda hajmiga qarab moslab beradi. Bunda ham mana o'sha satr ustuniga kelib, o'sha S va D satr ustuni yonida
ikkita strelka chiqdi. O'shani shkonchaning chap tarafini 2 marotaba bosadigan bo'lsak, o'zi avtomatik tarzda hajmiga qarab moslab berdi. Endi bu hozir raqamlar katta joy egallayapti, yozuvlar to'liq holatda saqlanyapti. Buni qanday o'zgartirish mumkin? Excel'da ham Word'dagi kabi yozuvni joylashtirish formatlari bor. Buni mana shunday vertikal holatda, qiyoq holatda yozish mumkin. Bu gradus holatlari qanchadir gradus kerak bo'lsa o'sha gradus tanlaysiz yoki bu yerda o'zi belgilangan holatlar bo'yicha tanlanadi. Belgilangan kiritib qo'yilgan holatlar bo'yicha yozish mumkin. Bunday yozadigan bo'lsak, mana bu sig'may qoldi. Endi birinchi ustunga kelib o'shani bosadigan bo'lsak va birinchi va ikkinchi ustun o'rtasida strelkani 2 marotaba bosadigan bo'lsak, mana bu avtomatik tarzda o'zgartirib berdi. Endi buni qanday to'g'rilaymiz? Buni bloklab turamizda, formasini kichiklashtiramiz. Bu yozuvimiz hajmi katta qilgani uchun to'g'rilanmadi. Bunaqa holatda hozir hajmi bittasiga to'g'ri kelmagani bilan boshqasiga to'g'ri kelishi mumkin, lekin shu bittasi to'g'ri kelmagani uchun bu yog'ini to'g'rilab bo'lmayapti. O'shaning uchun oldingi holatiga o'zgartirib qo'yamiz. Oldingi holati bu variant uchun qulayroq. Endi Excel'da qanday qilib hisob-kitob qilamiz? Excel'da teng belgisi qo'yiladi va boya aytganimizdek indeks bo'yicha tanlanadi. Qaysi indekslar oralig'ida hisob-kitob qilmoqchi bo'lsak, o'sha indeks tanlanadi va o'rtasiga plus ishorasi qo'yilgan holatda keyingi indeksdan tanlaymiz va enter tugmasini bosadigan bo'lsak, mana 66 chiqdi. Endi buni hammasi uchun yozib o'tiramizmi degan savol bor. Buni ham osonlashtirishning yo'li bor. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, buni hozir hisoblashni 2 yo'lda ko'rish mumkin. Hozirgidek o'zimiz bitta qilib belgilab enter bosib hisoblatishimiz mumkin. Ikkinchi usuli mana shu yashil katakchaning pastida mana yashil kvadratcha bor. O'shani ushlab turib tortadigan bo'lsak, mana o'zi avtomatik tarzda mana shu birinchi katakka qilgan qonuniyatimizni boshqa kataklarga ham amalga oshirib berdi. Boshqa kataklarga ham qo'llab berdi. Ya'ni bitta qilgan harakatimizni boshqa kataklarga ham qo'llab berib, hammasi uchun o'sha qonuniyatni amalga oshirdi. Ya'ni ko'proq qiladigan hisob-kitob ishlar bo'lsa, o'sha bittasini qilgandan keyin o'sha bitta qilgan hisob-kitobimizni boshqa kataklar uchun ham qo'llashimiz mumkin. Endi Excel'da qanday hisob-kitob amallarini qilishimiz mumkin?
qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, darajaga ko'tarish, sonni foizini hisoblash. 3 ta son kiritilgan. Mana natija. Endi o'zimiz hisoblab ko'ramiz. Mana teng qo'yamiz. 3 plus ishorasini qo'yamiz. Enter. Mana 13 chiqdi. To'g'ri. Ayirish. Mana bo'lish. Darajaga ko'tarish. Darajaga ko'tarish mana bunday belgidan, amaldan foydalaniladi. Enter. Mana darajaga ko'tarishdan foydalandik. Endi sonning foizini qanday hisoblaymiz? Teng qo'yamiz va o'sha indeksni tanlagan holatda o'sha indeks belgilangandan keyin undan keyin foiz belgisini qo'yib enter bosadigan bo'lsak, mana o'sha sonning foizi hisoblandi. Bu sonni foizini hisoblash o'zimiz hisoblasak bo'lmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Bu nima uchun kerak Excel? Excelda sonni foizi boshqa hisob-kitoblarni kattaroq sonlarda bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik tarzda osonroq hisoblab beradi. Sonni foizini hisoblash nima uchun kerak? Bank ishlarida masalan katta sonlarni foizini hisoblashga to'g'ri kelib qolsa, uni hisoblayotganda qiynalib qolmaslik uchun mana shunaqa holatlarda juda qulay hisoblanadi. Boya aytib o'tganimizdek, ya'ni har bir indeks bo'yicha saqlaymiz. Agar uni keyin o'zgartiradigan bo'lsak, avtomatik tarzda qiymat ham o'zgaradi. Agar o'zimiz qo'lda hisoblaydigan bo'lsak, u faqat qiymat, biz kiritgan qiymatgina saqlanadi. Shunda natija o'zgarmaydi. Chunki uni o'zimiz qo'lda kiritib, o'zimiz qiymat berganmiz. Biz u qiymatni o'zgartirmaguncha hisoblamaydi. Agar Excel'ni o'zida ishlaydigan bo'lsak, biz qiymatni o'zgartiradigan bo'lsak, u o'sha indeksdagi qiymat bu yoqqa o'zgargan holatda boradi va natija avtomatik tarzda o'zgaradi. Excel'ning qulaylik tarafi shunda. Bugungi video darsligimizda aytadigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Yana Excel'ning qulayliklari haqida hali darsliklar chiqaramiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.